Yo'g'lik milliy maqom san'ati markazi, Surxondaryo viloyati hududiy bo'limi maqom ansambl ijodkorlarini taklif qilamiz. Marhamat. Surxondaryoda maqom bormi, maqomchilar bormi degan ko'p savollar bo'ladi. Albatta. Holatga qarab qattiq qo'lam bo'lamiz, yumshoq qo'lam bo'lamiz. San'at sohasida shunaqaki, bir ijod namunasini chiqarganingizdan keyin ikkinchisi o'zi eshik qoqib turgan bo'ladi. Jamoat tashrifi. Necha hafta o'tdi? Avtobus, qolganlar poyezd bilan. Bor bo'ling. Maqomlarimizni me'yoriga yetkazib ijro bo'lganini hali eshitganman. Oqshomlar mahalla telekanalida tomosha qiling.